Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugungi videomiz orqali ko'chatlarimizni holatlarini tanishtirib o'tamiz. Mana erta bahorga ekilgan sadda ko'chatlarimiz ko'rinishi. Ularni eslaringlar bo'lsa, erta bahor urug'larini ekkandik. Mana shu holatga keldi. Kuzgi mavsumga buyurtmalar qabul qilamiz. Katta yer maydonlariga qancha miqdorda kerak bo'lsa, sifatli holda yetkazib beramiz viloyatlar bo'yicha. Mana bu sadda ko'chatlari mana shu holatda hozircha. Hali kuzgacha bularni yaxshilab parvarishlar qilamiz. Dorilarni o'z vaqtida berib. Ko'pchilik kanalimiz orqali bu archa to'g'risida ma'lumotlarga ega va bu archa asosan qavat barglari bilan odamni o'ziga jalb qiladi. Kitob archa ham tushadi bu. Mana shu ko'chatlarni tayyorlab qo'ydik. Qancha miqdorda kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanallarimizga nomerlarimiz yozilgan. Tunu kun xizmatdamiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.